Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevarlar. Men Jo'rayevich Toshbolta To'xtayevich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti iqtisodiyot nazariyati kafedrasi professoriman. Shu institutni 73-yil kirib 77-yil tugatganman. Shundan buyon shu iqtisodiyot nazariyati kafedrasida faoliyat yuritdim. Bu davrda juda ko'plab o'quv adabiyotlari yaratdik. Darsliklar, o'quv qo'llanmalar, iqtisodiyot nazariyati bo'yicha. Eng katta o'zgarish mustaqillikka erishganimizdan keyin bo'ldi. Chunki mustaqillikka erishganimizdan keyin bozor iqtisodiyoti tomon yo'l tutib, sobiq tizim yemirilgandan keyin yangi o'quv adabiyotlariga talab paydo bo'ldi. Shu davrda biz g'arbda mashhur bo'lgan ekonomist kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qildik. O'zimizning klassik siyosiy iqtisod bilan uyg'unlashtirib, yangi iqtisodiyot nazariyasi nomidagi o'quv qo'llanmani birinchi bo'lib mavzu matnlarini, keyin o'quv qo'llanmalarini yaratdik. 2000-yilda birinchi marta iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha mavzu matnlarimiz chop qilindi. Shu sababli shu davrda oliy ta'lim olachisi ko'krak nishoni bilan taqdirlashdi Oliy ta'lim vazirligi. Undan keyin shu ma'ruza matnini o'quv qo'llanma qilib yaratdik, keyin darsliklar qilib, shu fandan darslik yaratdik. Bir necha martaba qayta nashr qilindi, bir necha bor. Oxirgi nashr qilingan kitobimiz mana bu iqtisodiyot nazariyasi darsligi Oliy ta'lim vazirligi tomonidan chop qilishga tavsiya qilingan. Bu ko'p nusxada chop qilindi, lotin alifbosida, ham ruscha variantida chop qilindi. Bu kitob shu vaqtda mashhur bo'lgan ekonomik kitoblar bilan Machiavelli, Brieux, Samuelson kabi mashhur iqtisodchilarning ekonomik kitobi bilan bizda an'anaviy ravishda foydalanib kelingan siyosiy iqtisod darsligidagi eng ilg'or g'oyalar umumlashtirilgan hamda respublikamizning sharoitiga moslashtirib yaratilgan darslik hisoblanadi. Shu kitob bo'yicha keyin biz mana bu testlar to'plamini yaratdik. Iqtisodiyot nazariyati fanida bu testlar to'plami 1,5 mingdan oshiq testlar kiritilgan. Bu testlar shu kitobning mazmunidan kelib chiqib yaratilgan. Bu kitob iqtisodiyot nazariyasi darsligini o'qimasdan turib, bu testlarning mazmunidan fanning mohiyatini to'liq tushunib olish mumkin. Chunki bu yerda asosiy tushunchalarning mazmuni bayoni bilan birgalikda test shaklida berilgan. Ham test topadi, ham shu tushunchaning mohiyatini anglab oladi. Mana shu kitob asosida keyin iqtisodiyot nazariyasidan ko'rgazmali qo'llanma va tarqatma materiallarni yaratganmiz. Bu ham ikki qismdan iborat. Bu ham bir necha marta chop qilingan, qayta nashr qilingan. Va bu o'quv qo'llanma bo'yicha biz respublikada tanlovda eng yuqori g'olib o'rinni olib taqdirlanganmiz 13-yillar arafasida. Shu iqtisodiyot nazariyasi asosida keyin innovatsion iqtisodiyot degan o'quv qo'llanmani ham yaratdik. Bu respublikamizda birinchi bo'lib yaratilgan bu o'quv adabiyoti ham. Hozirgi davrda endi shu iqtisodiyot nazariyati fanidagi o'qitishning yangi usullariga asoslanib, yangi texnologiyalarga asoslangan bir qo'llanma yaratish ustamiz. Bu ham shu yillar atrofida chop qilinadi. Umumiy holda shu kafedradagi faoliyatimiz davomida kafedrada 200 dan atrofida o'quv qo'llanma, darslik, uslubiy qo'llanmalar, boshqa o'quv adabiyotlari hamda ilmiy maqolalar shu bevosita iqtisodiyot nazariyasiga taalluqli chop qilingan 200 dan oshiq maqolalar bunga kirmaydi. Bu davrda bundan tashqari badiiy adabiyot sohasida ham ijod qildim. Badiiy adabiyot sohasida ijodlarim buna bu yerda namunalar turibdi. Ikki yo'nalishda bu sohadagi faoliyatimiz. Birinchisi nasriy adabiyot janrida 2-3 badiiy adabiyot chop qildik, keyin she'riy janrda, nova janrida bunda 4-5 ta to'plam chop qilindi. O'quv adabiyotlari bo'yicha yangi shu modul tizimiga asoslangan o'qitish tartib texnologiyasiga asoslangan
adabiyotlarni chop qilish arafasida turibmiz. Bundan tashqari badiiy adabiyot sohasida ilohiy mo'jizalar to'g'risida bitta chop qilish arafasida turibmiz. Nashriyatga topshirilgan, uni ham kadriga Alloh nasib qilsa taqdim qilamiz. E'tiborlariniz uchun rahmat.